Assalomu alaykum qadrli obunachilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamaysizlar bilan hammalaring. Navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Katta ko'cha mahallasiga o'rnatdik. Darvozamiz qisqacha tushuntirib o'tsak, eni 3,5, bo'yi 385 ga tayyor bo'lgan. 1 kvadrat metrini 950 mingdan qilib berdik. Yarim 2 qavatli. Birinchi bir 2 lis bosdik, keyin ustiga 1/1 unaqa yer yamog'likdan bosdik. Chekkadagi 8 ga 8 profillar 2,1 qalinlikda, ichidagi 6 ga 4 profillari 1,5 stena qalinlikda va ustiga unaqa lislarni shumkali qilib ichiga bosib berdik. Yaxshi subur zamovlarni qo'yib, ochilishlari yaxshi. Darvozamiz orqa ko'rinish taraflari mana. Ular ko'rishlaring mumkin. Orqasi tekis chiqqan, taylariga 8 lik shvilder qilib qo'yib berganmiz. Darvozamizda ko'rinishga bir baho berib, ish yoqqansa like bosib qo'yasizlar. Kimdir xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.